Yaxshi farzand ota-onasiga hech qachon bunday qilmasligi kerak. 1. Onang bilan qo'pol ohangda gaplashma, yuzingni burishtirma, ovozingni ko'tarma. Shukur qilki, u seni bu dunyoga olib keldi va hurmatga loyiq. Bir gapni eslab qol, ota-onangni hurmat qil, shunda hayoting barakali va baxtli bo'ladi. 2. Qayerdaligingni aytmasdan yo'qolib ketma. Kim bilan ekanligingni, nima qilayotganingni ayt. Ota-onang sen uchun xavotir oladi. Oddiygina xabar ularga xotirjamlik beradi. 3. Uy ishlarining hammasini ota-onangga tashlab qo'yma. Yordam ber, xonangni tozala, idishlaringni yuv, oilaga o'z hissangni qo'sh, onangni qo'llab-quvvatla. U oilada tinchlik bo'lishi uchun bor kuchini beradi. Ko'pincha o'zi uchun vaqt topolmaydi ham. Sening yordaming esa uning ko'nglini ancha ko'tarib qo'yadi. 4. Yolg'on gapirma, haqiqatni yashirma. Begonalarga emas, ota-onangga suyan. Ular sening eng ishonchli tayanching. 5. Hamma narsani bilaman deb ularning maslahatini e'tiborsiz qoldirma. Ularning tajribasi seni boshqarish uchun emas, balki yo'l ko'rsatish uchun kerak. Kamtarlik bilan tinglash yetuklik belgisi va ularning muhabbati hamda fidoyiligiga hurmatdir. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting.